PowerPoint'da professional logo yasash mumkinmi? Bugun sizga atiga bir necha daqiqada mashhur Apple logosini qanday yasashni ko'rsataman. Assalomu alaykum, sizlar bilan dasturchi Iskandar. Bugungi darslarimizni PowerPoint dasturida foydalanib Apple logosini professional usulda yaratamiz. Qani unda boshlaylik. Birinchi usul, birinchi bosqich vstavkada figuradan avval shakl chaqirib olamiz va ikkinchisini nusxa qilib olsak bo'ladi. Va ikkinchi bosqich Apple logosining tishlangan qismini qilamiz. Vstavkada figuradan avval shaklda maydaroq qilib chaqirib olamiz va uni o'rtaga joylashtiramiz. Joylashtirib olganimizdan so'ng barchasini shift bilan belgilab olamiz. Shift bilan belgilab format figuradan obedient figure degan joydan fragmentni tanlab olamiz va qutilarimiz kesiladi. Bu yerda ortiqcha shakllar olib tashlaymiz va yana shift bilan barchasi qolgan shakllarni belgilab format figuradan yana obedient figure degan joydan obedientni tanlaymiz va shakllar bitta ko'rinishda bo'ladi. Va uchinchi bosqich barg qismini qilib olamiz. Buning uchun vstavkada figuradan avval shakldan ikkita chaqirib olamiz. Bitta chaqirib olib, ikkinchisini nusxa qilib olsak bo'ladi. Va buni ham joylashtirib olamiz. Keyin shift bilan ikkalasini ham belgilab olib, format figurada obedient figure degan joydan fragmentni belgilaymiz va kerakli shakllarni olib tashlaymiz. Keyin bargni sal qiyoqroq qilib yotqizamiz va bu yerga joylashtiramiz. Va to'rtinchi bosqich Apple logosini o'zimizga yoqqan rangda bo'yashimiz mumkin. Misol uchun shift bilan qora, kulrang, har xil rangga keltirishimiz mumkin. Rang qo'yish uchun shift bilan ikkalasini ham belgilab olib, mishkani o'ng tarafini bosib, salifkidan qora qilsak ham bo'ladi. Kontur chegarasini yo'qib qo'yamiz. Va buni joylashtirib olamiz. Joylashtirib, bunga yanada chiroyli chiqish uchun qo'shimcha o'zimizga yoqqan narsalarni qo'shsak bo'ladi. Figura yana bitta qo'shimcha esa figuradan yozish maydonini chaqirsak bo'ladi va bu yerga Apple deb yozib olamiz. Ikkita buni belgilab olib, shriftni o'zgartirib olamiz. Arial Black qilamiz va razmerni kattalashtirib olamiz. Razmer kattalashib to'g'ri kelganida joylashtirib, buni ham joylashtirib olamiz. Va yanada chiroyli chiqish uchun orqa fonga ham rang bersak bo'ladi. Buning uchun konstruktor o'rnida format fonidan bu yerdan xohlagan rangimizni tanlasak bo'ladi. Misol uchun qizil. Bugun shu bilan bugungi Apple mana PowerPoint yordamida Apple logosini professional tarzda yaratdik. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Yana qaysi logoni yasashni xohlaysiz? Kommentda yozib qoldiring.